Assalomu alaykum kursimiz ishtirokchilari. Bugungi darsligimizda sizlar bilan o'zimizga BMG Drive'da yo'nalish tanlab olamiz. Ya'ni hozir qaysi yo'nalishlar prosmotri yaxshi olyapti, qanaqa video qilishimiz kerak, shularni bugun ko'rib o'tamiz. Bugun men sizlarga BMG Drive'da oddiy videolar qanaqa yo'nalishi yaxshi, short videolarning qaysi yo'nalishi yaxshiligini tushuntirib o'taman. Keling, unday bo'lsa, biz BMG Drive'da qaysi yo'nalishda ketishimizni hozir ko'rib o'tamiz. Hozir men bir qancha kanallarni ochib olganman. Yangisi ham bor, eskirog'i ham bor. Hammasini birma-ketin tanishtirib o'tib ketaman. Bir narsani aytib o'tib ketay. Bizda asosiy yo'nalishimiz bu BMG Flatbed yoki BMG Double Flatbed deb nomlanadi. Nomlanishi ikki xil, yo'nalish ham ikki xil bo'ladi. Shuni tushuntirib o'taman. Birinchi kanalda ko'rishingiz mumkin. Hozir ikki xil rasmli video ko'ryapsiz. Birinchisi bu mana bunaqangi bo'ladigan bo'lsa, BMG Flatbed deb nomlanadi. Mana bunaqangi ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu BMG Double Flatbed deb nomlanadi. Ya'ni bunda flatbedlar ko'proq bo'ladi. Birinchisida esa bitta flatbed bo'ladi. Shu bilan farqlanadi. Mana shu ikkita yo'nalish juda ham zo'r ketadi. Ya'ni BMG Flatbed yoki BMG Double Flatbed. Ikkovini ham olib ketsangiz zo'r. BMG Flatbed osonroq BMG Double Flatbedga nisbatan. Sababi ishi osonroq, tezroq bitadi. Lekin ikkovsini ham aktivligi juda zo'r. Hozir men sizlarga buni kanallar misolida ko'rsatib beraman. Xo'p, bu birinchi kanalida, kanalda ko'rishingiz mumkin. Har xil videolar qilgan, yaxshi prosmotr olgan. Hozir topdak videosini ko'ramiz. Eng zo'r ko'rilgan videosi 2 hafta oldin 774 mingta ko'rilgan ekan. 2 hafta oldin juda zo'r ko'tarilgan kanal bo'lgan ekan. Ko'ryapsizlar, har xil videolar qilgan. Buni eng ko'p ko'rilganligi shu oddiy BMG Flatbed yo'nalishidagi videosi ekan. Keyin kanalga o'tamiz. Bu hozir juda ham zo'r ketayotgan kanal. Xo'p, 10 soat oldin qo'ygan videosi 35 mingta prosmotr, 1 kun oldin qo'ygan videosi 108 ming, 2 kun oldin qo'ygani 257 ming. Aktivligi zo'r ketyapti. Prosmotrlar o'rtacha 300 mingdan. Ajoyib kanal. O'rtacha 300 ming ekan. Prosmotri eng populyarnisini ko'ramiz. 1 oy oldin qo'ygani 1 million 800 ko'rilgan ekan. 1 millionlik videosi ko'proq ekan, ko'ryapsizlar. 1 million 600, 1 million 800, 1 million 400, 1 million 300 zo'r. Zo'r ko'tarilgan kanal, ko'ryapsizlar. Buni yo'nalishi oddiy BMG Flatbed yo'nalishi. Hammasi pashti bir xil video desak ham bo'ladi. Vaqt ham o'rtacha 5 daqiqa ekan. Mana shunaqangi videolar qilishda sizlar bilan o'rganib o'tamiz. Bunaqa